Yoqubov Ko'hna dunyo romanida ikki buyuk olimning bolaligi, ijtimoiy muhit, yoshlik yillari, ilk sevgisidan tortib daho ijodkorga aylangunigacha qadar bo'lgan davrni jonli va rangli bo'yoqlarda tasvirlaydi. Ushbu asarni siz aziz kitobxonlarga o'qishni tavsiya qilaman. Qutlug'qon romani Oybek tomonidan yozilgan ijtimoiy tarixiy roman bo'lib, 20-asrlardagi Turkiston hayoti, xalqning og'ir turmushi va ozodlikka intilish tasvirlangan. Roman qahramoni yo'lchi obrazi orqali mehnatkash xalqning haq-huquqi uchun kurashi, adolatsizlik va zulmga qarshi chiqishi yoritilgan. Undan tashqari, asarda kambag'al va boy tabaqalar o'rtasidagi ziddiyatlar, insoniy fazilatlar, muhabbat va sadoqat masalalar ham keng yoritib o'tilgan. Men bu kitobni o'qib chiqdim va sizlarga mutolaa qilishni tavsiya qilaman. O'tkir Hoshimovning Urushning so'nggi qurboni hikoyasida turli yillarda yozilgan eng sara hikoyalar o'rin olgan. Men bu kitobni o'qib chiqdim va sizlarga bu kitobni o'qishni tavsiya etaman. Bu kitob Yuxaning yashamoq asari bo'lib, bunda qahramonimiz boyning o'g'li bo'lishiga qaramay, barcha mol-mulklarni qimorga tikadi va shundan keyin boshlanadi buning qiyinchiliklari, yo'qotishlari. Bu kitobni o'qib, men o'zimga shukronalik hissini tuydim va bu kitobni sizlarga tavsiya qilaman. Injir nonga atalgan gullar. Ushbu asar ingliz yozuvchisi Daniel Kizning asari bo'lib, bu asar juda katta mahorat bilan yozilgan va bu asarni o'qigan kitobxon hayajonga tushib, yuraklari larzaga soluvchi asar hisoblanadi. Ushbu asar 14 yil mobaynida yozilgan va AQSh mamlakatlarida, maktablarda, oliygohlarda darslik sifatida ham mutolaa qilinadi. Ushbu asarni men siz aziz kitobxonlarga mutolaa qilish uchun tavsiya qilaman.